qanchalik mard bo'lishi mumkin bu gapni ayta olish uchun? Ayollar realizatsiyasi bu oila. Bozorda ishlaganmiz, sovuq, issiq, -30, +30, temir konteyner ichida. Ajrashib ketgan taqdirimizda ham O'xshamaguncha O'zbekistonga qaytmayman degan. Ayol kishiga tegmaydi hech kim. Barno malades. yo'qotgani uchun kuchli bo'ladi. To'g'ri. O'ziga mos emas, o'g'illariga mos variantlarni qarash kerak. 20 mingta tadbirkor oldida vыступать qilganman. Erkaklarning biznesida shuncha kamchilik ko'ryapman. Aktrisa bo'lgan ekansiz. O'sha chunki puldan energiya kelib turadi. Global o'zbek milliy qadriyatlarini unutmagan, o'zbek xalqining keng qamrovli imkoniyatlarini targ'ib qiluvchi, nafaqat O'zbekistonda, balki xorijda ham e'tirof etilgan va dovrug' tarqatayotgan zamondoshlarimiz loyihasi. Assalomu alaykum aziz kuzatuvchim va Global o'zbek loyihasining aziz muxlislari. Har biringiz uchun minnatdorchilik bildiramiz. Bizni kuzatayotganingiz, obuna bo'lganingiz va izohlar yozayotganingiz uchun. Bugungi ko'rsatuvimizning ajoyib qahramoni tadbirkor ayol, o'zbek ayoli, Rossiyadagi Willgood avtoservis tarmog'i asoschisi va Rossiyaning Forbes jurnaliga kirgan o'zbek tadbirkor ayoli, 270 million dollarlik oborotga ko'tarilgan Eurodizayn kompaniyasi asoschisi Barno xonim Tursunova. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz Barno opa? Yaxshi, xush kelibsiz. Rahmat. Sizni Global o'zbek qatoriga qo'shdim va to'g'ri qildim deb o'ylayman. Sizningcha Global o'zbek o'zi nimani anglatadi? Men o'yladim, bu peredachani nomini tushunganimdan keyin rozi bo'ldim o'zi kelishga. To'g'ri, menga to'g'ri keladigan podkast ekan dedim. Chet elda o'zligini unutmagan, o'zbekligini unutmagan, qanaqadir O'zbekistonni bir ulug'lab, nomini dunyoga chiqarishga qanaqadir hissa qo'shgan o'zbeklar bo'lsa kerak deb o'ylayman. To'g'ri ta'kidladingiz va haqiqatan ham fikringizga qo'shilaman. Barno opa, siz kuchli va omadli tadbirkorsiz, mehribon onasiz, sevimli rafiqa va buvijonsiz. Mana shu 4 dunyo o'rtasida muvozanatni qanday saqlaysiz? Qanaqa saqlayman? Qizimdan so'rang-da. Yo'q. Men endi juda yosh turmushga chiqqanman. Juda ham yosh turmushga chiqqanman. 19 yoshimda, o'shaning uchun hech narsani bilmaganman u paytda. Lekin bitta narsa har doim boshimda turgan, oyim shu tushuntirganlar, oila, ayol kishi uchun birinchi o'rinda oila. O'shaning uchun harakat qilganman, shu oilamga nima yaxshi bo'lsa, harakat qilganman oilamni kuchaytirishni. Tushgan joyimga o'sha oilaga qanaqadir meni ham hissam tegishini, o'sha familiyaga nima deydi, loyiq bo'lishni harakat qilganman. Har doim familiyaga hech qanaqa putur yetmasligiga har doim ish qilib bolalarimga ham aytaman, Tursunovsizlar, esinglardan chiqarmanglar. Esimdan ham chiqib ketdi o'zimni qizli familiyam boshqa bo'lgani, chunki hamma joyda Tursunova Barnoman. Juda ham o'sha kelin bo'lganimdan keyin qattiq harakat qilganman shu oilani nima deydi, obro'sini kuchaytirishga, xo'jayinimni hurmatlarini oshirishga, ularni hamma o'ylagan niyatlarini amalga oshirishga yordam berishga harakat qilganman. Shu men boshqa hech narsa qilganim ham yo'q. Shu yo'lda qolgan hammasi o'zi bitib ketgan. Tushunarli. Eurodizaynning yaralish tarixi 270 million dollar bu kichkina narx emas, kichkina summa emas va aynan mana shu biznesni shu darajaga kelgunigacha va Rossiyada ancha qiyinchiliklar bo'lgan. Sizlarni asosan nima ilhomlantirgan mana shu biznesni yaralishiga? Qarang, 270 million dollar bu oborot, bu biznesning narxi emas. Adashtirmanglar. O'shaning uchun narxi bo'lganda zo'r bo'lardi, lekin unaqa emas, afsuski. Bu biznes oboroti 10 yilda shunaqa oborotga chiqqanmiz. Bozordan boshlaganmiz. Sherzod akam shu katta kompaniya qilaman deganlar, lekin bitta konteyner bozordan arendaga olib, o'sha joydan boshlaganmiz. Bozorda ishlaganmiz, sovuq, issiq, -30, +30, temir konteyner ichida. Mana hozir ham aytdim, gaplashganimizda ishni hamma bir xil qiladi, lekin Alloh kimgadir shu senga mana deydi-da, menimcha deyman. Buni sababi men o'ylayman, ikkita yosh odam
musofir yurt musofirni baribir qanaqadir поддержка qiladi Alloh degan gaplar bor. Keyin qilaman deb yaxshi bir katta niyat qilganlar, ko'pchilik odamni ishlataman, menda katta kompaniya qilaman, orqamdan bir narsa qolsin deb juda ham qattiq harakat qilganlar. Men endi keyin bitta gap bo'lgan, o'xshamaguncha O'zbekistonga qaytmayman deganlar. Qat'iyat bo'lgan. Qat'iyat bo'lgan. Men uni shunaqa qo'rqqanmanki, juda ham kelgan. Chunki bizning biletimiz bor edi, 1 yilda qaytadigan. Обратный datasi bor edi. Mana biz 20-dekabrda kelgan bo'lsa, 20-dekabrgacha edi. O'sha bilet kuyib ketmasin deb juda ham qattiq harakat qilganman. Shu 1 yil ichida nima bo'lsa ham biznes qilaylik, nima bo'lsa ham o'sha xohlagan natijalariga erishaylik deb, o'shaning uchun nima deydi, maksimalni yonlarida turib yordamlashga harakat qilganman. O'shandan tez rivojlanib, juda nima deydi, hayron qolarli darajada tez rivojlanish bo'lgan. Tushunarli. Baribir Rossiyaga ketganingizda Sherzod aka bilan yosh bo'lgansiz, farzandlaringiz ham yosh bo'lgan va bitta intervyuda eshitganman, borganingizda qiyinchiliklar bo'lgan va hattoki ikkalangiz choy qoshiqda ovqatlanishga majbur bo'lgan kunlaringiz bo'lgan. Mana shu qiyinchiliklarni bosib o'tish uchun er-xotin o'rtasida kuchli sevgi bo'lishi kerakmi yoki hurmat bo'lishi kerakmi yo ishonchmi? Qaysi biri ko'proq rol o'ynaydi? Menimcha uchalasi ham bo'lishi kerak, albatta. Uchalasi ham bo'lishi kerak. Sevgi ham har doim bo'lgan, bizda bir qanaqadir kelishmovchiliklar bo'lmagan hayotimizda. Ular bilan har doim men bilganman, shu ular meni juda ham qattiq yaxshi ko'radilar, men ularni yaxshi ko'rganman. Keyin hurmat, bu ham ular meni har doim nima deydi, sen boshqachasan, sen unikalniysan deb boshlariga qo'yganlar har doim. Men ham bilganman, shu ular aqllilar juda ham aytganlarini qilishim kerak, bular aqllilar. Nima yoshimiz teng bo'lsa ham sinfdoshimiz-ku biz. Lekin men har doim ularni kattaroq deb o'ylardim, chunki ular ancha aqlliroq mendan deb o'ylardim. O'zi ham shunaqa, po faktu ham, rostdan ham mudrets deyman men bularni. Nima deydi, любой savol bilan kelsangiz, o'shanga bir yaxshi zo'r yechim ola oladigan bir yoshliklaridan shunaqa aqlli odam bo'lganlar-da. O'shaning uchun ularning gaplariga men ishonganman. Shunaqa qilamiz desalar, shunaqa qilish mumkin ekan deganman. Nima deydi, ishonch eng kattasi даже bu yerda ishonch bo'lsa kerak. To'g'ri. Juda kam erkaklar ayollarini qo'llab-quvvatlashadi va motivatsiya berishadi. Buni ham eshitganman, bitta intervyularida Sherzod aka aytib o'tganlar. Barnoga aytganmanki, biz taqdir qanday bo'lishini bilmaymiz, hayot qanday bo'lishini bilmaymiz. Mabodo ajrashib ketgan taqdirimizda ham bilaman, ajrashishni o'ylamaganlar, siz ham o'ylamagansiz. Lekin shuni ham inobatga olganlar-da, ajrashib ketgan taqdirimizda ham sen o'qimishli bo'lishing kerak va biz birga ishlay olishimiz kerak degan ekanlar. Kamdan kam erkak kishi bu gapni aytadi. Qanchalik mard bo'lish mumkin bu gapni ayta olishi uchun erkak kishini? Bu temada hech qachon gaplashmaganmiz. Ular ham bunaqa deganlar. Biz musofir yurtdamiz deganlar. Ikkalamiz menga biron narsa bo'lib qolsa, endi u paytdachi juda opasniy payt edi. Skinheadlar bor edi, ish qilib har narsa bo'lardi, bozorda постоянно облаваlar bo'lardi, anu maski shoular bo'lardi. Kimlardir olib borib tiqib qo'yishardi. Hamma narsa bo'lganda endi hayotimizda hammasidan o'tganmiz. Shuning uchun ular qo'rqqanlar, aytganlarki, ayol kishiga tegmaydi hech kim. Agar menga biron narsa bo'lib qolsa yoki meni bir hamma narsa bo'lishi mumkin-ku hayotda, to'g'ri. Ha, bir narsa bo'lib qolsam, sen turishing kerak, shu kompaniyani sen saqlab qolishing kerak. Bolalarimizga sen buni ushab o'sha bolalarimiz uchun sen saqlab qolishing kerak. Sen oilani boshlig'i bo'lib qolishing kerak. O'shaning uchun sen men bilan tengma-teng o'sishing kerak deganlar. Hamma joyga o'qishga birga borasan, birga sen bilan anaqa qilamiz, sen meni teng sherigimsan derdilar har doim. Investor sherigimiz bo'lgan, men xohlaganman Sherzod akamni anaqalari, veslari kuchli bo'lsin deb. O'shaning uchun men aytganman, hech narsani bo'lmang, hammasini siz bo'ling. Sizniki bo'lsin. Men har doim men bilaman, shundoq ham nima deydi, bu juda toza odam Sherzod akam. Shuning uchun farqi yo'q-da, ularnikimi, menikimi. Baribir bu bizda общий.
Demak, ular uchun ayol kishini rivojlanishi muhim o'rinda turadi. Judayam ular uchun va muhim. qiz farzandlarini ham o'qitadilar va rivojlanishiga yo'l qo'yib berganlar. Da. Ular uchun bu juda muhim. Sherzod akamga energiya beradi. Qachonki men ularning ishlariga qiziqib, voy keling nima bu desamda, ular menga shuni tushuntirsalarda, yonlarida birga tursam shu narsani rivojlanishida, o'shanda ularning energiyalari ko'payar ekan. Men shuni tushunib qolganman kelganchalik, уже birga ishlab bo'lganimizdan keyin. Keyin aytganman, ha, buni qizlar yoshligidan bilish kerak ekan. Kimni tili qanaqa? Ular meni tilimni juda yaxshi biladilar. Meni tilim maqtov. Tushunarli. Barno malades. Barno malades desalar bo'ldi, men uchib ketaveraman. Buni Barnopa yillar davomida bildingizmi yoki vaqt kerak bo'ldimi bir-biringizni anglab olish uchun? Buni ular bilib olganlar srazu. Boshidan maqtab yurardilar-da meni. Men unda bilmasdim. Akasiya ular ham bilmaganlar buni. Просто tushunganlar, что mana narsa menga energiya beradi. Men malades desa bo'ldi, yugurib hamma narsani nima deydi, tog'larni ag'darib yorishga tayyorman-da. Demak, shu gap to'g'ri ekan. Ayollar uchun birinchi o'rinda shirin so'z kerak. Hamma uchun har xil, ko'pincha shirin so'z Ko'p ayollar uchun kerak. mehr va shirin so'z. Mehr, shirin so'z, e'tibor. Bu nima deydi? Tilla taqinchoqlar ham, endi kimgadir tilla taqinchoqlar ham bo'lsa kerak-ku. Menga lekin unaqa emas. Tushunarli. Har bitta biznesda xavf-xatar bo'ladi va katta risk qilish kerak bo'ladi. Siz biznesingizni ilk yillarida qanday risk menejment strategiyasini qo'llagansiz? Sherzod akam ungacha ham bizneslar qilganlar. Men uchun bu birinchi вообще qayerdadir ishlashim bo'lgan. Undan oldin maktabda ishlaganman O'zbekistonda 3 oy. Fizikadan dars berganman 10-11-sinflarga. Ko'p ishlamaganman unda ham. O'shaning uchun lekin bizning bizneslarimizda Sherzod akam boshidan bo'lib qo'yganlar rolni. Aytganlar, mana sen psixotipingga, seni xarakteringga deganlar, mana shu narsa to'g'ri kelar ekan. Sen sotuvchisan, odamlar bilan yaxshi gaplashasan, xarizmatichnisan, sen sotuvni ol, zakupni ol. Men qolgan hammasiga organizatsiyani men qilib beraman deganlar-da. Keyinchalik shunaqa bo'lganki, bizning bizneslarimizda men CEO rolini bajarganman, odamlar bilan muomala, mana shunaqa narsalarni-da. Sherzod akam strateg. Ular bilan maslahatlashardim-da, keyin odamlar bilan unga nima deyish, bunga nima deyishni hal qilardik. Men xohlamasdim, ularni energiyalarini tushiradigan narsalar bor. Ular energiyalarini tushiradi nima? Ko'p odam bilan muloqotda bo'lish. O'zlarining komandalari bor, mana shu IT, finansi, qanaqadir sklad, mana shu organizatsion. O'sha yerda bitta boshliqlar bilan gaplashadi. Unaqa ko'p 100-150 ta odam bilan постоянный muloqot qilsalar energiyalari tushib ketadi. Xarakterlari shunaqa. Men ko'tara olmayman bunaqa narsani. O'shaning uchun men ularga yoqmaydigan narsalarni harakat qilganman o'zimda olishga, chunki meni xarakterim nima deydi, stressga bardoshliroq. O'shaning uchun asosiy mana shu keyin yana men krizisda, stressda energiyam ko'payadi. Bo'ldi, mana shunaqa qilamiz deyman-da. Ketdi deyman. Qoyil. Ularniki navarot tinchlikda rost qilishga nima deydi? Energiya bitta psixotipda krizisda oshadi, ikkinchi psixotipda tinchlikda oshadi. O'shaning uchun tinchlikda oshadigan odam strategiya bilan, rivojlanish bilan shug'ullanish kerak. Tinchlik, xotirjamlikda, stresslardan uzoqroqda. Stressda energiya oladigan odam как раз o'sha urush orasida bo'lishi kerak. O'shaning uchun bir-biringizni bo'lib olganmiz-da. O'shaning uchun nima deydi? Ular faqat o'sishni o'ylaganlar. O'shaning uchun biz juda tez o'sganmiz. Bu yoqdagi achavatlarni men yopib turganman o'zim. Siz tadbirkor bo'lishdan oldin aktrisalik bilan ham shug'ullangansiz, aktrisa bo'lgan ekansiz, eshitishimcha. Yoshligimda, bolaligimda desa ham bo'ladi. Taxminan necha yosh edingiz? 12 yoshdan 14 yoshgacha. Qoyil. Qaysi kinolarda rol o'ynagansiz? Olmos kamarda o'ynaganman. Ikkinchi aylana bo'ylab Ravil Botirov rejissyor kinosi edi. Isamat Ergashev birinchi debyut kinolari, kороткометражный kino Toshsanam degan kinoda o'tda главный rol o'ynagan. O'zi aktrisalikka kirib kelishingiz qanaqa bo'lgan, Barnopa? Kim qiziqtirgan yoki o'zingiz qiziqqanmisiz? Случайно bo'lgan. Tasodif
bo'lgan bu. Undan oldin Paxtoy degan vokalniy instrumentalniy ansambl bor edi. O'sha Paxtoyga u ham ajoyib bo'lgan. Oyim xohlaganlar meni Paxtoyga borishimni. Chunki men yaxshi ashula aytardim. Keyin Paxtoyga borganman, konkursdan o'tganman, meni olishgan. Lekin hamma o'rtoqlarim yana domda birga maktabga boradigan qizlar bor edi. Ular tikishga borishardi. O'sha tikish krujok mana bu tarafda Paxtoy, bu tarafda tikish krujok. Bichish tikish edi. Men ular bilan borgim kelardi har doim. Oyim ruxsat bermasdilar. Yo'q, senga tikish bichishlar kerak emas. O'zlari tikardilar. Ham programmistlar, ham kechqurun zakaz olib tikardilar. Yo'q, sen tikmaysan. Sen boshqacha hayot kechirasan. Sen mana yaxshi qiz bola, yaxshi o'ynashni bilish kerak, yaxshi ashula aytishi, yaxshi chiroyli gapirishi, nima deydi, o'zini yaxshi prepodnosit qilishni bilish kerak. Tikish bichish senga kerak emas. Hayotingda bu narsa kerak bo'lmaydi deb o'sha paytdan boshimga shuni singdirardilar. Men hayron qolaman. Voy, qanaqa bo'lgansiz deyman. Qatdan bu narsalarni bilgansiz. Keyinchalik bir uyimizga mehmonga kelganlarida nina iping qayerda turadi deganlar. Nina ip bilmayman, menda yo'q nina ip degan. Nina ip yo'q, ham uy bo'ladimi deyiladi. Tikishni bilmasam bo'ladi deyman-da. O'shaning uchun o'sha nimani menga aytgan bo'lsalar ko'p xohishlari amalga oshgan meni hayotimda. Keyin aytaman, o'sha hamma o'sha Paxtoy, как раз kino bu o'zingizni kamera oldida tutishingiz, katta ssenalarga chiqa olishim, hammasi shu yoshligimdagi shu bo'lgan opitdan, shu oyimni menga tilaklaridan, xohishlaridan bo'lganda deyman. Men aytaman, o'zi oyim meni "Moya yevreyskaya mama" deyman. Yevreylar bolasini, "Voy, sen eng aqllisan, eng chiroylisan" deb qo'ldan ushlab hayotini bolasiga bag'ishlashadi-yu. O'shanaqa bo'lgan. Keyin aktrisalik qilmadingiz, oila qurdingiz, o'qidingiz, tadbirkorlik bilan shug'ullanyapsiz. Lekin mana shu o'ynagan rollaringiz hozirgi hayotingizda asqotyaptimi qaysidir ma'noda? Yo'q. Ya'ni hammasi yaxshilikka bo'lgan. Yaxshilikka bo'lgan. Ya'ni o'sha o'ynagan rollaringiz sizga ishonch, qat'iyat, hayajonlanmaslikni o'rgatgan, to'g'rimi? Juda ham o'rgatgan, chunki masalan men Olimpiyskiy degan eng katta scena bor Rossiyada. Hozir remont bo'lyapti bu zal. 20 mingta tadbirkorlar oldida vыступать qilganman. Undan oldin ham ko'p joylarda chiqqanman. Birinchi chiqishim bu katta scenaga zo'r bo'lgan u выступление. Keyin menga o'sha forumni organizatori Grigoriy Avetov telefon qilganda aytgan, "Barno, я не ожидал, весь зал рыдал" degan. Men ожидать qilmaganman, "Sen qatdan bunaqa выступать qilishni o'rgangansan" deganda, men aytganman, "Talant не пропьешь" deganman. Tajriba bu deganman. Ha, to'g'ri. Haqiqatan ham. O'zimda ham bo'lgan shu holatlar. Ya'ni asqotadi albatta. Albatta asqotadi. Vilgutni muvaffaqiyatida franshiza modeli qanday rol o'ynadi? Franshiza modeli Vilgutda ham yaxshi, ham yomon tarafga. Keling, yomonini aytamiz, keyin yaxshisini aytamiz. Yomoni franshiza bu siz hamma narsasini qilib berasiz, lekin biznes baribir sizniki emas. Yo'q, ne to sizniki emas. Sizni sherigingiz bor. Sherigingiz u sherini siz u sherida asosiy qism deylik. Masalan, agar ular оборотdan 10-15% to'lashsa, 15% to'lashadi. Bu foydadan 30 deylik avtoservis uchun. 70% u biznes egasinikida. Siz unga ta'sir qila olmaysiz agar u o'zini xohishini qilaman deb turib olsa. O'shaning uchun shu joyda xato bo'lgan. Nima deydi? Qaysidir joyda, masalan, kimdir biznes proseslarni noto'g'ri bajargan, o'g'irlashlar boshlangan, qanaqadir machinatsiyalar qilishni xohlashgan. Shunaqalarni keyin to'xtatishga to'g'ri kelganda. Chunki biz o'ylaganmiz, sistema bizada, klientlar bizada, hamma narsa bizada, hamma aytganimizni qiladi, lekin baribir odamzod bu meni biznesim deb o'ylaydi. Bu franshiza, men aytaman, bu sizni ishga olgan xodimingiz, lekin u xodimni siz bo'shatishga haqqingiz yo'q. Mana shunaqa xodim kerak bo'lsa franshiza qilish kerak.
Yaxshi tomoni-chi? Yaxshi tomoni, franshizada juda tez o'sasiz. Brend Brend Mashhur kuchayadi, bo'ladi. tez o'sasiz, klient narxi arzonlashadi. Tim bo'lib bizani franshizamiz bu juda kuchli franshiza. Chunki kamdan kam вообще franshiza Rossiyada ham o'shaning uchun Forbesga kirgan. Оборотdan 15%, foydadan 30% sizga to'lab beradi u odam, sherigingiz har oy chiqib ketmasdan. Masalan, 14-yilda kirgan odamlar haligacha ishlaydi, уже 10 yildan beri to'lashadi har oy shu pulni. Bir nechta tochkalar ochishgan. Bu tarafdan zo'r. Bir marta uni yurg'izasiz, keyin uzoq yil olasiz foydasini. Lekin minuslarini ham hisobga olish kerak agar siz sherikni noto'g'ri tanlasangiz. Sheriklarni men ozgina noto'g'ri tanlaganman. Chunki juda ham Sherzod akamni orzularini amalga oshirishga harakat qilganman. Ular 100 ta avtoservis deganlar. Men 100 ta avtoservisni tez qilib yuboray deb har xillarini olib borganman deb. Keyin o'shalarni ishdan bo'shatishga to'g'ri keldi. Bo'shashdi ishdan. Siz pulga qiziqmaysiz, lekin sizga jarayon, biznes muhim. Bitta intervyuda shunaqa degansizda, tan oling baribir. To'g'ri. Yo'q, men qiziqmayman degansiz. Pulga qiziqmayman emas. Pulni o'zi men uchun masalan konkretno mana pul bu nimagadir kerak. Mana kimdir mana shunga bir narsa olaman deb qiziqadi. Menda bunaqa qiziqish yo'q. Bir narsa olsam, mana shu narsaga. Menda o'yinda, biznes bu o'yin. Bu mashincha, keyin mashincha, keyin 2 barobar, keyin 2 barobar, keyin 2 barobar. Mana shunaqa jarayon men uchun juda qiziq. O'zi bu pulni olib, yechib, cho'nchagimga solib bir narsa olish qiziq emas. O'zi nima deb o'ylaysiz? Pulga qiziqmaydigan inson tadbirkor bo'la olishi mumkinmi? Qarang, bitta narsa bor. Nastoящий pulga qiziqmaydigan bu Sherzod akam. Aha. Bizada. Men baribir pul odamman. Pul chiqmasa ishlamayman. Menga qiziq emas. Agar kattalashmasa, bu tez rivojlanmasa, pul yo'q bo'lsa, уже meni energiyam tushib ketadi. Pul juda kerak men uchun, energiya sifatida. Lekin rostdan ham tilla taqinchoqlar, bir qanaqadir chiroyli kiyimlar, bir qanaqadir podarkalar, bunaqalar qiziqtirmaydi qattiq. Hech qachon qiziqtirmagan. Ugovarivать qiladi meni Sherzod akam. Senga biron narsa olib beray, o'yla nima senga olib beray deb. O'sha hech narsa o'ylamaganimdan, "Bo'pti, menga kvartira olib bering" derdim. Iloji yo'ligidan deb. Fantaziyam yetmaydimi, bilmayman. Tushunarli. Tadbirkor sabrli bo'lish kerakmi yoki sabrsiz? Sabrli. Lekin siz qarama-qarshi fikr aytgansiz. Qanaqa tadbirkor? Mana qarang, men sabrsizman. Xo'p. Agar prosta pul ishlayman desangiz, agar prosta tez pul ishlab ketaman desangiz, bunaqa mana psixotipda bu ham. O'zi tadbirkor degan odam, o'zi tadbirkorlik psixotipiga ega odam, sabrsiz odam. Agar u o'zi bo'lsa, masalan, men agar o'ylayman, agar men biznes qilsam, qanaqa biznes qilardim? Tez pul ishlaydigan katta marjali bizneslar qilardim, lekin u bizneslar unaqa katta ob'yomda o'sib ketmasdi, masshtab bo'lmasdi. Chunki men sabrsiz odamman o'zi. Yana sabrli odamlar bor biznesda. Ular biznesni startapda sabrsizlar boshlaydi, keyin sabrlilar keladi, ular rivojlantiradi deb masshtab qiladi. O'shaning uchun o'sha sabrsizlar, mana ko'p bizneslar, bitta magazin, bitta restoran, bular sabrsizlarning bizneslari. Ular bitta qilib oladi energiyasida, keyin juda katta masshtab qila olmaydi yoki masshtab qilsa hammasi to'kilib tushaveradi. Chunki sistema qilishni bilmaydi. Bunaqa odam, sabrsiz odam sistema qila olmaydi. Lekin agar sabrli sherik olsa yoki sabrli top menejer olsa, unda masshtab qila oladi. Shuning uchun o'sha katta startaplar, juda katta bizneslarni oladigan bo'lsangiz, uni kim boshlagan? Sabrsizlar boshlaydi, sabrlilar bilan birga davom etadi. Idealniy produkt qilaman deydi-da ba'zilar. Sabrli odamlar bo'ladi-da. Idealniy. Mana meni katta o'g'lim, Sherzod akam, bular hamma narsani idealniy qilishadi. Men 3 ga qilaman. Birinchi pul ishlab ko'ray deyman. Birinchi pul ishlab ko'ray, shuni sotaylik deyman. O'sha Vilgutda ham hali tayyor bo'lmay, shuni sotaylik, birinchisini sotaylik, pul ishlashni boshlaylik. Menga tez pul ishlash kerak, tez natija kerak, tez pul chiqishi kerak, tez qaytib chiqishi kerak. Ular to'xta, yana yaxshiroq, yana yaxshiroq deyishadi.
O'shaning uchun agar zo'r idealniy qilaman degan odam bo'lsa, bu bitta produkt qiladi, 3 yil qiladi. 3 yildan keyin balki bu chimi kerak emas bo'lar bozorda. Lekin agar buni yonida sabrsiz sherigi bo'lsa, boshida уже 3 ga bo'lganda, 3 bahoga produkt tayyor bo'lganda sotib ko'radi, bozorni ko'radi, MVP qiladi. Bozorga bu narsa kerakmi, yo'qmi? Kerak bo'lsa davom ettiriladi. Уже chunki puldan energiya kelib turadi. Biznes siz uchun nima? Raqobatmi yoki ijod? Raqobat. Katta raqobat degansiz. Katta o'yin, katta raqobat. Va aytib o'tgansiz, Rossiyaga borganimizda biz ilk marta nima sotganmiz dedingiz? Aboy sotgansiz. Keling, ozgina shuni tarixini ham gapirib bering va sizga raqobatchilar paydo bo'lgan va yaxshilikka bo'lgan. Aboy sotganmiz. Aboy sotganimizdan keyin juda tez rivojlanish boshlaganmiz. Tochkalarni 1 yilda 10 ta magazin ochganmiz bitta bozorda. Qora отделка sotadigan bozor bo'lgan ekan, biz bilmasdan ochib olganmiz-da. Keyin uni yaxshilab reklamalar qilganlar, Sherdokam de odamlar kelishni boshlagan Aboyga. Keyin Aboy rivojlanib ketgan. Aboy rivojlanib ketgandan keyin boshqa Aboy sotadigan, o'sha отделка sotadigan bozordagi aboychilar, voy bu yerda savdo bo'lyapti deb bu yerda ochishni boshlashgan. Shundan qilib ular bizning bozorga kelishni boshlagan. Bir kuni mana bunaqa bo'lgan. Ular 3 oy remont qilgan. Ikkitali 40 tonnali konteynerni birlashtirib, remont qilib, yaxshi joydan tochka olib, 3 oy remont qilishganda. Завтра открытие deb yozib qo'yishgan. Men endi rosa nervnичать qilib ketyapman. Voydod bilan hozir savdo boshlashadi, bizning savdomizni olib qo'yishadi deyapman. Sherdokam nima qilganlar? To'g'risidan bitta magazinni sotib olganlar bugun. Joyini sotib olganlar-da. Ertaga bular ochilishadi. Bugun sotib olganlar. Keyin aytganlarki, Barno deganlar, men sotib oldim. Hali bozor yopilganda bizani burchakdagi ishlamaydigan yomon magazinimiz bor edi-yu deganlar. O'shani olamiz-da, kranni olib boraman, o'shani olib kelaman-da, men bilan to'g'risiga qo'yib qo'yaman deganlar. Ertaga bular мы открылись deb rosa reklama qilishyapti-yu. Kelganda мы тоже открылись deymiz deganlar. Ishni qilib ochishgan, bular ertalab kelishgan, qarasa to'g'risida Aboy magazin Barnoy sotuvchisi bilan. Keyin nima bo'lgan? O'tda bir oddiy sotuvchi qo'yishgan. Bu yerda Barnopa o'tiribdilar. Всё, уже konkurensiya bo'la olmaydi. Men sotaman. Bunaqa joyda, chunki men во-первых, o'zi yaxshi sotuvchiman, во-вторых, bu meni magazinim. Men nima deydi, muomalani boshqacha qilaman. Biz o'zbekmiz-ku, muomalamiz boshqacha, tomtayib o'tirmaymiz. O'xrayib. To'g'ri. Shuning uchun biz savdo qilib ketganmiz o'tda. Bu birinchisi bo'lgan. Ikkinchisi bizning qo'shnimiz bor edi, ular laminat sotishardi. Laminat sotardi-da, u laminatni yaxshi sotishardi, ko'p sotishardi. Biz aboy sotardik. Keyin bir kuni kelsam, aboylarni ko'chaga qo'yib qo'yishibdi. Aboy olib kirishibdi. Sizlarda aboy zo'r ketyapti, endi biz ham olib kirdik degan. Ha, yaxshi deganman-da. Sherdokam aytganlarki, endi aboy yaxshi ketyapti, biz aboy olib kirdik bo'lsa, sizlarda laminat yaxshi ketyapti, biz laminat olib kirdik deymiz. Yur ketdi, laminat olib kelamiz deganlar. Keyin borganmizda optoviy kompaniyaga laminatni olganmiz, olib kelganmiz. Nima deyman? Rosa xafa bo'lganmiz, konkurentimiz aboy sotishni boshladi deb. Qo'rqqanmiz balki ozgina. Bu yaxshilikka bo'lgan. Chunki biza keyinchalik Rossiyada laminatni hammadan ko'p sotadigan nomer 1 kompaniyaga aylanganmiz. 10% Rossiyani laminat объемini sotardik. O'sha qo'shnimiz sababchi bo'lgan bunga. Rahmat aytish kerak qo'shningizga. Albatta. U qo'shniga rahmat aytishimiz kerak, to'g'ridagi aboychilarga rahmat aytishimiz kerak. Bu to'g'ridagi aboychilar bizga nimani o'rgatgan? Biz boshqa bozorlarda tochkalar ochib tashlaganmiz keyin. Ular sizlar bizga keldinglar, endi biz sizlarga boramiz deganmiz. Rossiyada ham mashhur, muvaffaqiyatli tadbirkor ayollar bor va O'zbekistonda ham. O'zbekistonga kelib sezdingizmi, ayollarning jamiyatda o'zgarishi qanday? Kuzatdingizmi? Hali O'zbekistonda rivojlanishni his qildingizmi? Rivojlanishni his qildim. Juda ham ko'p ayollarni biznes qilayotganini tushundim. Instagramda ko'ryapman, juda ko'p har xil bizneslarni ko'ryapman. Ayollar boshchiligida. Zo'r, xursandman juda ham. Kamchiliklar bor deb o'ylaysizmi?
erkaklarni biznesida shuncha kamchilikni ko'ryapman. Ayollarnikida menimcha undan ham ko'p bo'lsa kerak. Ayollarga xos kichkina biznes qilish, kichkina uyutniy zo'r biznes qilish. Erkaklarga masshtab. O'shaning uchun masshtabni hammani ham qo'ldan kelmaydi, o'ta xatolik ko'p. Kichkina zo'r, yaxshi, ixcham biznesda balkim ularning ishi zo'rdir. Men to'g'risini aytsam bilmayman. Biz razborlar qilamiz-ku. U razborlarda sezyapman, oxirgi payt juda ham ko'p ayollar kelyapti. Oldin hech kim yo'q edi. Keyin sekin o'sha bizda bir zalni 3 dan biri hozir ayollar bilan to'lgan. U ayollar aytishyaptiki, biz qaysi o'qishga borsak, u o'qishda erkaklar o'qitadi, erkaklar o'qiydi. Bizga nekomfortni o'tga borish. Boradigan joyimiz yo'q, erlarimiz ruxsat bermaydi yoki unaqa joyda o'qishga, yoki o'zimiz yomon his qilamiz, chunki juda ko'p erkaklar. Bu yerda sizga kela olamiz, chunki siz birga ekansiz. O'shaning uchun sizga bemalol kelyapmiz. Eng aktivlar ayollar. Hozir karroz chiqyapmiz, eng aktivlar hozir bizda ayollar. Eng ko'p savol beradiganlar ayollar. Eng birinchi natija olib keladiganlar ham ayollar. Ayollar tez qiladi, tez natija oladi erkaklarga nisbatan. Balki ular ko'proq tavakkalchi bo'lar. Bilasizmi, menimcha endi hamma ayol ham biznes qilmaydi-ku. 100 tadan bittasi chiqadi biznes qilishga. O'shaning uchun bu menimcha eng zo'rlari chiqadi deb o'ylayman-da, ya'ni haqiqiy tadbirkor bo'laman degan yoki yo'qchilikdan shu ish qilgan, bolamni boqaman deb pul ishlayman degan ayol hech qachon orqaga qaytib ketmaydi. Boshladimi ketadi o'shani. O'sha narsani to'xtamaydi-da, nima deydi? Uni motivatsiyasi любой erkaknikini yo'lda qoldiradi. Shuning uchun men aytaman, agar ayol kishi masalan dar ishga olganda ham eri yo'q, bolalarini boqish kerak bo'lgan agar ayol kishi bo'lsa, особенно nima deydi, tadbirkorchilik, sal-pal sotuvchilikni qila oladigan, u menejerdan yaxshi menejer bo'lmaydi. Chunki unga ko'p kerak. Orqasida bolalari, orqasida oilasi, ham erkak, ham ayol bo'lishi kerak. U moshniy buldozer bo'lib oldiga yuguradi-da unaqa ayol. Biza boradigan biznes tushunadigan ustoz yo'q hozir deyapti O'zbekistonda. Chunki men tushunishimga, men eshitganimni aytyapman. Aytyaptiki, menga bittasi kelib aytadiki, o'rmondan o'tgan biznesmen ayol topildi menga dedilar. Ustoz. Shuning uchun xursand bo'ldim. To'g'ri, tadbirkor ayollar ko'p, muvaffaqiyatli ayollar ko'p. Biz bundan albatta xursand bo'lamiz, lekin Barnopa yana bir kamchilik tomoni ham bor-da. Erkaklar dunyosida tadbirkor ayol bo'lishi, lider ayol bo'lishni qanaqa mashaqqatlari bor? Tadbirkor bo'lish, biznes qilish, lider bo'lish bu erkaklarga xos narsa. O'shaning uchun agar ayol kishi shu yo'lni tanladimi, demak, qanaqadir bunga juda moshniy motivatsiyasi bor orqasida. Qanaqadir yo ota-onasiga qarashish kerak, yo bolalarini oyoqqa turg'izish kerak. Bilmayman, qaysidir joy bor, o'sha narsa qattiq motivatsiya beradi bu ayolga. O'shaning uchun kirgan bu yo'lga. Bu prosta tak kirmaydi ayol kishi, prosta tak pul ishlashim kerak deb ketmaydi. Agar o'zi uchun prosta pul nima deydi, menga ham bir qism kerak, o'shaning uchun biznes qilaman desa, bu noto'g'ri narsa. Biznes bu mashaqqat, bu katta ish, bu raqobat, bu uxlamaslik kechasi-yu kunduzi. Bu shuncha odamni nima deydi, oilalarni qozonni tervatishi bo'yniga olishlik, bu prosta tak kerak emas ayol kishiga. Agar lekin unga kerak bo'lsa, bu ayollardan yaxshisi yo'q biznesda deb o'ylayman men. Qiyinmi ayollarga? Qiyinroq. O'zbekistonda ayniqsa qiyinroq bo'lsa kerak. Chunki o'qishga uncha joy yo'q. Chunki asosiy ekspertlar erkaklar. Ularda o'qiydiganlar erkaklar. Klublar erkaklar, biznes klublar. Ayollarning klublarini olsangiz, bu в основном psixologiya, mana shunaqa temalarning atrofida bo'lgan klublar ekanda. Men aytaman, bular qattiq o'rganish kerak, bular qattiq o'qish kerak bu ayollar deyman. Hozir bizda mastermindda bor ayollar, lekin ular katta biznes qiladigan ayollar. Уже nima deydi, уже biznesmen bo'lib, уже pul ishlab bir, lekin hammasi
xursandman, oilasini ham saqlab qolgan ayollar. Qizimga aytaman, har doim biznes ikkinchi o'rinda bo'lishi kerak. Karyera ayol kishi uchun ikkinchi o'rinda bo'lishi kerak. Birinchi o'rinda ayollar realizatsiyasi bu oila. To'g'ri. Fikringiz to'g'ri. Lekin sizni turmush o'rtog'ingiz Sherzod aka qo'llab-quvvatlaganlari uchun katta tadbirkor ayol bo'lgansizda, juda ko'pchilikda aksincha bo'ladi. Ko'pchilik ayollar yo'qotgani uchun kuchli bo'ladi. To'g'ri. To'g'ri, aytibman-ku, ayollar Yo'qotgani uchun. bir orqasida o'zini istoriyasi, o'zini tarixi bor, o'tmishi bor. O'sha o'tmishda qanaqadir nima deydi, qattiq og'riqlar bor. O'sha og'riqlardan qochish uchun kuchli bo'laman deb qilganda bu biznesni ko'pchilik shunaqa qiladi. Yaxshilikdan qilgan bo'lsa, bu juda zo'r. Yaxshilikdan qilgan bo'lsa, masalan, men qizim tadbirkor ayol. Men o'zim tadbirkor ayolman, lekin qizimga men aytganman boshidan. Har doim oila birinchi o'rinda. Har doim oila birinchi o'rinda. Biznes qilaman desang, karyera qilaman desang, qilaver, lekin bu ikkinchi joyda bo'lishi kerak. Turmush o'rtog'ing birinchi o'rinda, farzandlaring. Lekin agar turmush o'rtog'i bilan farzandlarni oladigan bo'lsak, birinchi o'rinda turmush o'rtog'ing deyman. Nimaga deydi? Men aytaman, chunki bolalaring katta bo'ladi, ketadi. Bu ularning o'zini oilasi bo'ladi. Seni oilang mana. Mana shu odamni boshingga qo'yasan, hech qachon raqobat qilmaysan, ularga yordam berasan agar yordaming kerak bo'lsa. Agar kerak bo'lmasang, unda o'zing biznes qil. Xohlasang. Xohlamasang qilma. Xohlasang mana adang bilan ishla. Lekin buni ham nima deydi, xarakteri. Lekin xo'jayini bilan ishlaydi основном. Farzandlaringiz o'zingiz bilan ishlashadi. Bu yaxshi albatta. Yo'q, ishlashmaydi. Qizingiz. Qizim partnyor sifatida ishlaydi. U bizada ishchi bo'lib ishlamaydi hech qayerda. Qachonlardir sizni ishonchingizni yo'qotgan, lekin mana shu ishonch yo'qotilgani natijasida katta imkoniyatlar olib kelgan vaziyatlar bo'lganmi? Juda ko'p. O'zi hayotda har doim bitta qiyinchilik orqasidan yangi nima deydi, возможность, imkoniyat ochiladi. Har doim bir qattiq yo'qotish, qiyinchilik, qanaqadir bir og'ir dars orqasidan katta imkoniyat keladi. Bironta top menejeringiz bo'ldi ketaman deydi. Yoki bo'ldi charchadim, konkurentga o'tib ketadi yoki bo'lishi mumkinmi? Bo'lishi mumkin. Qattiq stress bo'lardi bunaqa narsalarda. Lekin ko'pincha shunaqa bo'lardi. O'sha odamlarni ketgani yaxshilikka bo'lardi. O'rniga undan yaxshirog'i kelardi. Undan yaxshisi. Har doim bekorga bitta narsa yo'q bo'lmaydi-da hayotingizda. Hammasi yaxshilik. O'rniga yaxshirog'i keladi. Boya o'zingiz aytib o'tdingiz, men yaxshi sotuvchiman dedingiz va haqiqatdan ham sizni zo'r sotuvchi ayol deb eshitganman. Men yaxshi sotuvchiman, bu rost. Kompaniya o'sishi va barqaror bo'lishi uchun sotuv bo'limi ko'proq nimalarga ahamiyat berish kerak deb o'ylaysiz? Birinchi o'rinda sotuv bo'limida to'g'ri odamlar bo'lishi kerak. Adashmasdan to'g'ri odamlarni ishga olish kerak. Psixotipi sotuvchilikka to'g'ri keladigan odamlarni. Produktni o'rgatish qiyin emas. Agar u o'zi ichida shu sotuvchi bo'lsa, glavniy odam. Uni qo'lidagi odamlarni ham men to'g'rilarni tanlashga harakat qilardim. Keyin bo'lardim, sotuvga talanti bor odamlar faqat sotuv bilan shug'ullandi. Men bu texnический hamma ishlarga assistentlar yoniga qo'yib berardim. Чтобы bular nima deydi? Bitta o'zi masalan 10 ta klient, 20 ta klient bilan ishla olsa bir oyda, yondagi yordamchisi bilan 30 ta bilan yaxshi ishlasha oladi. Produktimni to'g'rilardim. Chunki agar produktimiz yaxshi bo'lmasa, produktimizni sifati va produktimizni raqobatdoshligi narxiga nisbatan o'shanisini marketing analiz qilib tekshirib chiqardim. Produktim to'g'risida yaxshilab produktni upakovka qilardim. Sotadigan produktim. Bo'ldi, keyin o'rgatardim ishchilarimga sotishni skriptlar bilan, skriptlarsiz, nima deydi, trenirovkalar bilan bo'ldi, sotuv bo'ladi. Qanday xarakterdagi insonlar zo'r sotuvchi bo'la olishi mumkin? Ekstravertlar, odamlar bilan muloqotdan charchamaydigan odamlar. Stressga bardosh odamlar. Muomalasi yaxshi, muloyim, nima deydi,
telefondan tabassumi eshitiladigan, o'z energiyasi baland odamlar yaxshi sotuvchilar bo'ladi. Keyin sotuvchilarda ham ba'zi travmalar bor. Любой odamda, masalan, sotuvchilarda kamroq agar psixotipi to'g'ri keladiganini olgan bo'lsangiz, agar psixotipi to'g'ri kelmaydigan odam olsangiz, unda mana bunaqa bo'ladi. Telefonda bitta yo'g'i eshitadi-da, bo'ldi. Ikkinchisini eshitadi, bo'ldi. Xafa bo'lib, ichiga kirib ketadi. Bo'ldi, energiyasi tushib ketadi. Menga o'xshamadi. Energiyasi past bo'lsa, bo'ldi, sotuv yo'q. Sotuv faqat baland energiyada bo'ladi. Shuning uchun sotuvchilikka baland energiyali odamlarni olish kerak. Agar ularda mana shunaqa travmalar bo'lsa, yo'q. Uchta yo'qni eshitgandan keyin bo'ldi, yig'lab boshini bu sotuvchi emas, yoki bu sotuvchi bilan kerak bo'lsa psixolog olib berib, o'sha travmalarini ishlab ko'rib, boshqatdan qilib ko'rish kerak. Lekin ko'pincha ichiga kirib ketib, uchta yo'q eshitgandan keyin yo'q, men qila olmas ekanman deb xafa bo'lib qoladiganlar bu ko'pincha sotuvchilar emas. Chunki sotuvchi 99 ta yo'qni eshitish kerak-da. Bitta xayni eshitgandan keyin bo'ldi, men yana ketdi. Keyingi 99 ta yo'qni eshitish kerak. Demak, hech qachon yengilmaslik kerak. Xarakteri shunaqa bo'lishi kerak. Nima deydi? Jangchi bo'lishi kerak-da. Sotuvchi, sotuv bu jang. Sotuv отделi men uchun. Menda har doim sotuv отделida oklad fiks yo'q. Ular o'zini o'zi boqadigan отдел, faqat bitta o'zini emas, butun kompaniyani boqadigan отдел. Shuning uchun har kuni 1-chisloda deb dam olamiz, 2-chislodan yana plan qilishga ketamiz. Barno opa, ko'pchilik biznesni sherik bilan boshlaydi. Kimdir yutadi, kimdir yutqazadi. O'zi biznes boshlayotganda sherik kerakmi? Agar kerak bo'lsa, tadbirkorlar nimalarga ahamiyat berish kerak? Nimaga odamlar biznesni sherik bilan boshlaydi? Nimaga deb o'ylaysiz? Kimdir mablag'i yetmasligi mumkin, sherik bo'ladi. Kimdir qo'rqishi mumkin. To'g'ri. Nimaga sherik bilan boshlagansizlar? Desa, birinchi qo'rqadi. Odam qo'rqadi o'zi qilmagan ishini birinchi marta qilishga. O'rtog'ini oladi, yur birga deydi. Yo'qotsang birga kamroq maniga tushadi senga ham. Bir qismi saniki, bir qismi meniki. Pul ishlasang mayli kamroq bo'lsin, zato birga qo'rqmaymiz birga deydi. Ikki kishi bo'lsa qo'rqmaymiz deydi. Shuning uchun qo'rquvdan birga boshlaydi. Lekin bu noto'g'ri. Sherik tanlaganda iloji bo'lsa o'zingiz qiling. Вообще sheriksiz. Agar iloji yo'q bo'lsa, sherik oladigan bo'lsangiz, unda sherigingizda sizda yo'q qobiliyatlar mujassam bo'lishi kerak. Masalan, men bilan Sherstakani olsangiz, juda yaxshi misol bu. Ular qiladigan ishlarni men bilan qila olmayman, men qila oladigan ishlarni ular qila olmaydilar. O'shanda sherikchilik uzoq va barqaror bo'ladi, chunki ikkalasi bir xil emas. Agar ikkalasi bir xil bo'lsa, saldan keyin sensiz o'zim qilaman deydi. Ajrashib ketishadi. Ikkalasi har xil nima deydi, oblastni yopsa, unda uzoq birga ishlash mumkin. To iloji bo'lsa, bu odamni sotib olgan yaxshi. Ikkinchisi, qadriyatlar bir xil bo'lishi kerak. Qadriyatlar o'xshash bo'lishi kerak. Bu juda muhim. Uchinchisi, sizni oliy maqsadlaringiz har xil tarafga ketish kerak emas. Bu nima degani? Masalan, biznesda bittasi aytsa, men kompaniyani o'stiraman, pulni chiqarmayman, 10 yildan keyin mashinchi bo'lgandan keyin dividend olishni boshlayman deydi. 10 yil bir so'm chiqarmasdan kichkina oilaga yugurib ishlayman deydi. Ikkinchisi aytsa, yo'q, men biznesni har oy yaxshi daromad olish uchun qildim. Men har oy chiqaraman pulni desa, bo'ldi, bu sherikchilik buzilib ketadi. O'shaning uchun buni boshidan bilish kerak. Senga biznes nimaga kerak? Senga biznes nimaga kerak? Bu savollarni berib, sherikchilik shartnomasi degan narsa bor. O'shani o'tirib, gaplashib, har bitta punktni kelishib olish kerak. Ko'pchilik yoshlar, men ham xususan sizlarni ijtimoiy tarmoqlarda kuzatishadi, ayniqsa Instagramda va havas qilishadi. Sizlarning munosabatingizga, turmushdagi o'rningizga. Aynan qizlar sizdek juft bo'lishi uchun qanday odatlarga yoki soft skilllarga ega bo'lish kerak deb o'ylaysiz? Bilaman, o'zimda bor xususiyatlarni, qanaqa xususiyatlar menga yordam berdi desangiz. Bu nima deydi? Uzoq xafa bo'lmaslik. Xarakterim shunaqa. O'sha yordam bergan.
o'zi hech narsaga uzoq xafa bo'lmayman. O'shaning uchun o'sha kelin bo'lib tushganimda ham bu narsa juda yordam bergan. Kechirimli bo'lishdi deyiladi-yu, bu mana shu narsa. Men moslasha olmayman-da, xarakterim bo'yicha. O'shaning uchun ko'p odam bilan yaxshi ishlab keta oladigan odamman. O'zi xarakterim shunaqa. O'sha moslashuvchanlik menga, men o'ylayman, juda ham katta yordam beradi umuman hayotimda haligacha. Chunki qaynona onamlar bilan, вообще qaynotamlar bilan, hamma bilan muomala qilishda ham yordam bergan. Xo'jayinimga moslashaman, kerak bo'lsa katta o'g'limga, kerak bo'lsa kichkina o'g'limga, qizimga, kuyovimga, hammaga o'ziga nima deydi, o'zini tilida gaplashib, o'ziga moslashib, o'ziga to'g'ri keladigan barno bo'la olaman. Bu meni nima deydi? Yo artistligimdanmi, o'zimga bu normalniy-da. Shu ichimdan shunaqa bo'lib ketaveradi. Sherzod akam aytadilar-ki, qanaqa qilasan sen, qanaqa qilib bunisiga bunaqa gapirasan, aka ukam bilan, ota-onam bilan menda даже bir konfliktniy anaqam yo'q. Chunki hammaga moslasha oladigan, hammani tilini topa oladigan xarakterim bor-da. Shu yordam bergan menga deb o'ylayman hayotimda. Shu balans qilib hamma bilan chiqishib yashashga. Programma bo'lgan Moy biznes degan Moskovskiy pravительствоdan. U yerda bir 10 tacha mana shunaqa tadbirkorlarni butun Rossiya bo'ylab, mana katta plakatlar bor ko'chalarda. Butun Rossiya bo'ylab o'shaqa plakatlarga rasmlarini qo'yishganda, 1 yil shu rasmlar aylanganda. Keyin nevaralarim ko'rib qolishadi. "Bu мы вас видели" deyshadi. Anaqalar gapirishadi. Qanaqadir tanishlarim Ulan-Udedan, Yashkaralardan, u yoqdan bu yoqdan rasmlarni olib jo'natishni boshlashgan. Plakatlarda rasmlarim chiqib ketgan. Ish qilib, nima deydi? Bizani yaxshi tadbirkorlarimiz, bizani zo'r tadbirkorlarimiz deb hamma joyda ko'rsatib, bizani ssenalarga chiqarib, o'sha maslahatchi sifatida Sabyanin bilan uchrashuvlarda ko'p qatnashib yurganman-da. Bundan qaynotamlar, oyim juda xursand bo'lishgan. Oyim, "Men seni aytdim deputat bo'lasan" deb derdilar-da. Qaynonangiz? Yo'q, o'zimni onam. Qaynonam rahmatli o'tib qolganlar, 3 yil bo'ldi. Juda ular ham bir boshqacha ayol edilar. Keyin qaynotam, "Barnoxon politikaga kiring. Politikaga kiring" deb rosa qattiq xohlaganlar-da. Men xohlamayman. Keyin Sherzod akamga aytganman, "Nima qilay? Men xohlamayman mana shu deputatlikka ballotirovatsiya qilishni, lekin odamlar xohlayaptilar" deganman. Qaynotamlarni aytganman desam, Sherzod akam aytganlarki, o'zing nima xohlasang shunaqa решение принимать qilgansan. Nima qilasan? O'zing xohlamaydigan ishni qilib deganlar. Voy Xudoga shukr deganman-da. Bo'ldi, shu bilan to'xtatganman. Shu joydan, hamma joydan Toshkentga ketdim deb chiqib ketdim. Hamma sovetlaridan ham, hamma joydan. Shuni tushundim, menga to'g'ri kelmas ekan bu ish. Demak, kelinlarni nafaqat turmush o'rtoqlari, qaynota, qaynonalar ham qo'llab-quvvatlashlari kerak ekanda. To'g'ri. Chunki ko'pchilik qaynona qaynotasi bilan yashaydi. Turmush o'rtoq qo'llab-quvvatlasa-yu, lekin qaynona yoki qaynota norozi bo'lsa, demak u ayol o'smaydi. Voy, u juda qiyin bo'lsa kerak. Qiyin masala. Qiyin masala. Shuning uchun iltimos qilamiz, qaynota va qaynonalardan keliningizga imkon bering. Balki o'g'illarni ham fikrlarini o'zgartirib yuborishlari mumkin. Meni o'zi qaynonamlar, oyijonim, masalan, hamma hayron bo'ladi. "Voy, shunaqa sho'x, bunaqa olov nimaga kerak?" deydi. Bunaqa xotin hamma oyim aytardilar. "Kelin bo'lsa, tili jag'i bo'lmasa-da" derdilar-da. "Qanaqa kelin bo'lar ekansan sen, qizim" derdilar-da. Men anaqa mani dangalchiman aytardilar-da. "Voy, sen unaqa qilmay, xo'p deb turgan, xo'p deshni o'rgangin." Men sразу gapiraman. Lekin men kelin bo'lib tushganimda oyijonim aytganlarki, "Men sizni shu streligingizni ko'rib, maktabda ko'rganlar-ku. Sherzodga mana shunaqa kelin olib berganman, chunki Sherzod og'ir bosuv, kelinim shunaqa sho'x, shustri bo'lsin deganlar-da. O'shanda men aytaman, bu o'sha paytda ham qarang, muvozanat, balans, psixotiplarni tushunib shunaqa qilgan ekanlar-da. Hayron bo'lganman. Keyin tushundim, biznesda ham hamma joyda shu balans bilan biz yutamiz-da, Sherzod akam bilan. To'g'ri. Xo'p, o'shaning uchun ham aytamanki, onalar o'sha kelin qidirayotganda o'ziga mos emas,
o'g'illariga mos variantlarni qarash kerak ko'proq. Chunki ko'pincha qaynana o'zi shustri bo'lsa, o'g'li og'ir bosuv bo'lsa, kelinni og'ir bosuvligini xohlaydi. Chunki o'ziga tanlaydi. Lekin o'g'liga minus energiyali og'ir bosuv odamga og'ir bosuv kelin bilan bular nima deydi? Skuchniy qanaqa bo'ladi? Zerikarli oila bo'ladi bunda. Sizlar esa bir-biringizni to'ldirasiz. Farzandlaringiz ko'z tegmasin, har bittasi muvaffaqiyatli va xorijiy universitetlarda o'qitgansiz, investitsiya qilgansiz. O'zi nima deb o'ylaysiz? Onalar farzandlariga pullardan tashqari yana nimalarga investitsiya qilishlari kerak? Ona farzandiga birinchi o'rinda mehr. Pul unchalik qattiq shart emas balkim. Qattiq o'qishi ham shart emas. Mehrga to'lgan farzand bu boshqacha farzand bo'ladi, baribir ham. O'ziga mehrga to'lgan bola o'ziga ishonchi kuchli bo'ladi. O'ziga ishonadi u odam. Keyin o'sha o'ziga ishonch bu samotsenka deyiladi-ku. Ruschada o'sha samotsenka, samotsenность, bilmayman qanaqa perevod qilinadi, to'g'ri. Shu narsalarni bolaga berishni tavsiya qilaman. Chunki birinchi o'rinda xarakteri kuchli odam, o'ziga ishongan odam bu hayotda yutib ketadi. Uni qaysi joyda nima obrazovание olgani, nima institut bitirgani xorijda hech kimga qiziq emas. Uni o'zini qanaqaligi, ichida qanaqa stержeni borligi hammaga qiziq. O'sha ko'rinadi hayotda. Demak, puldan tashqari vaqt va mehr ajratish kerak farzandga. Turmushda o'zi Barnopa erkakka bog'liqmi yoki hozirgi zamonaviy psixologlarning tili bilan aytganda ayollarga bog'liqmi? Ayollarga bog'liq. Baxtli bo'lish deb o'ylayman. Men shunaqa o'ylayman. Lekin erkakga ham bog'liq. Albatta, erkakdan bitta narsa talab qilardim men bo'lsam, boshida tanlayotganda ambitsiyasiga qarash. U odam o'syaptimi, yo'qmi? Masalan, qaysi joyda bo'lsa ham keyingi pog'onaga chiqishga harakati bormi, yo'qmi? Chunki agar o'ziga hech narsa kerak emas odam bo'lsa, mabodo yonida o'saman degan ayol bo'lsa, unda qiyin bo'ladi-da hayotda. Unga ham o'ziga mos kimdir bo'ladi, lekin bunaqa qizga bunaqa yigit uncha to'g'ri kelmaydi deb o'ylayman. O'shaning uchun qanaqadir ambitsiyalari baland odam, agar masalan tadbirkor bo'laman degan ayol bo'lsa, qiz bola bo'lsa, ambitsiyasi baland, o'ziga turmush o'rtoq tanlashga harakat qilish kerak. Hamma narsa конечно Allohdan. Lekin baribir ham o'sha hozirgi ilmlarni, o'sha psixotiplarni, sizda yo'q hislatlar u odamda mujassam bo'lishini ahamiyat berish kerak bu narsaga. O'shanda ehtimollik kuchliroq. Ayol kishi уже nima deydi, boshi joyida bo'lsa, tilini topa olsa, turmush o'rtog'ini hurmatini joyiga qo'ysa, tili bilan, muomalasi bilan ayol kishi уже oilani ushlab qola oladi. Men bitta narsani tushundim, ko'p imini tadbirkorlardan eshitgan gapim. Qanaqa ayol xohlardingiz deganligi. Bu bilasizmi kimga tegishli? Bu hayoti o'xshamaganlarga tegishli gap. O'xshaganlarga emas, o'xshamaganlar. Men Rossiyani mastermindlarida ko'p bo'lganman. O'sha yerda eshitganman shu gapni. Anaqa ekan. Erkaklar ularni ishlari, hayoti bilan qiziqadigan ayollarni xohlar ekan. Endi balkim hammasi emas. O'sha men eshitgan tadbirkorlar shunaqa nima to'g'risida kelsamdek gaplashsam, meni ishimga qiziqsa, nima bo'layotganiga qiziqsa. Endi buning uchun ham sal-pal intellektualniy to'g'ri kelish kerak-da, ayol ham urovini o'sib o'sha joyga yetib borgan bo'lish kerak-da. Masalan, bunisi o'sib ketaversa, bunisi qolib ketaversa, uyda faqat ovqat pishirib, bola boqib, unda nima to'g'risida gaplashadi? Va baribir ayollarni o'qitish kerak. Ayollarni shu xulosaga kelamiz baribir. Albatta o'qitish kerak. Qizlarimiz oyog'ida tik turish kerak. O'zi uchun, farzandlari uchun. Hech qachon ularga kerak bo'lmasin, oilani boqish bo'yniga tushmasin.
yaxshi niyat qilaylik, lekin nima deydi, baribir o'zi uchun kerak. Aqlli farzandlarni dunyoga yetkazish uchun. Ayollarga, ayniqsa turmush o'rtoq bilan munosabatdagi ayollarga siz oilada qilgan qaysi xatolarni takrorlamaslikni maslahat berasiz? O'ylashim kerak, qanaqa xato qilgan ekanman. balkim masalan manchalik qattiq ko'p narsani bo'yniga olib nima deydi, mas'uliyatni ko'p narsani olib olish kerak emasdir balkim, chunki bu ham ayol kishi uchun qiyin. Bundoq qaraganda ko'pchilik ko'tara olmaydi ham buni. Endi men xarakterimga to'g'ri kelgani uchun menga oson, lekin men bilaman bu masalan men qilgan ishni, men qilgan yo'lni bosib o'tinglar demayman, dash qizimga ham aytmayman, chunki ko'tarish oson emas buni. Men shunga yarasha конечно qadrimni topganman hayotda, lekin buning uchun juda stressga chidamli bo'lish kerak, xarakteri shunaqa bo'lishi kerak. O'shaning uchun prosta qaytarmanglar. Ortiqcha rashk qilishim bu juda noto'g'ri bo'lsa kerak, lekin endi bu ham xarakter. Sherzod akam bechora shunga chidab, xo'p deganlar-da menga. Rozi bo'lganlar, birardir jahllar chiqib ketardi, lekin qattiq chiqib ketardi. U qattiq chiqqanlarida jim o'tirib olardim. Yaxshi gap qaytarmasdan. Gap qaytarmayman, o'zi uncha вообще. Bilinadi. Gap qaytarmayman, lekin sporit qilishim mumkin biznes bo'yicha. Biznes bo'yicha, qanaqadir naqala bo'yicha biznes maslahatlar temasida sporlashishim mumkin, chunki menga bu ruxsat berilgan. Men prosta bitta maslahat bermoqchi edim agar ayollarga. Erkaklarni obro'sini hech qachon tushirish kerak emas-da. Gaplashganda baribir hurmatini qilib gaplashish kerak, chunki men даже mana o'g'illarim bilan ham harakat qilaman. Erkak kishi bilan gaplashgandagi baribir ko'ziga qarayman-da ularni. Chunki men qo'rqaman o'g'il bolani sindirib qo'yishdan. Даже menda ishlaydigan erkak kishi ishchilarimizni sal-pal anaqa qilib turaman-da shulardan ham. Nima deydi, nafsoniyatiga tegmasdan, hayiqib turasiz. Hayiqib turmayman. Ularga podxod topib gapirishga harakat qilaman. Muomala. Даже shopirga ham. Chunki uni nima deydi, erkak kishining nafsoniyatiga hech ham tegish kerak emas-da. Uni hurmati, erkakligini har doim esdan chiqarish kerak emas. Ko'pchilik nafaqat 50 yosh, 40 ga kirganda sekin kayfiyati tushadi. Bo'ldi, qaridik, endi hech narsa qila olmaymiz deb o'ylaydi ko'p ayollar. Oldin aytardim, 50 yosh qanaqa bo'lar ekan deb. Hozir aytaman, bu yosh zo'r yosh ekan. Как раз ana nima deydi, hali kuchingiz ko'p, pulingiz bor, erkinligingiz bor. Zo'r payt ekan. O'shaning uchun hozirgi kunda xursandman hayotimda. Qo'yil. Nima deydi? Endi ichida aktivniy ishlamasdan tashqaridan maslahatchi, sheriy sifatida ishtirok etishni o'rganamiz, investor sifatida. Bu juda ham yoqyapti bizga. Sherzod aka bilan juda mossiz bir-biringizga. Boya yuqorida aytib o'tdim, ko'pchilik havas qiladi. Va aynan qizlar turmush qurayotganda, yigitlarni tanlayotganda nimalarga ahamiyat berishsin? O'sishga intilishi. Hozir nimasi bor, nimasi yo'q ahamiyatga ega emas. Otasiniki ko'pincha bo'ladi yosh bolalarda. Masalan, qizlar aytishadi, uyi zo'r ekan, hovlisi zo'r ekan. Bu sizniki emas, bu otasini qilib bergan, otasiniki. Bu bola o'zi hali hech narsa qilishga balkim ulgurmagandir. Lekin o'sishi bormi? Mana shu nima deydi, ishxonaga даже ishlayotgan bo'lsa ham, bu joydan bu joyga o'tyaptimi? Bu yaxshi. Agar bir biznes boshlagan bo'lsa, o'sishga intilyaptimi? Bu yaxshi. O'sishga intilish bormi? Ambitsiya bormi? Erkak kishiga juda mani uchun bu juda muhim narsa. Intilish, o'sishga intilish. Agar o'g'il bola tanlayotgan bo'lsa, u qizni ota-onasini bir-biriga muomalasini qarayirdim men. Chunki yaxshi sevgi bor oilada o'sha muhitni singdirib olgan odam o'shani sizni oilangizga olib kiradi.
agar o'g'il bolalar qiz tanlaganda. Barno opa, ishtirokingiz uchun kattakon rahmat, katta zafarlar tilaymiz va oilangizga ko'z tegmasin, shogirdlaringiz ham ko'paysin. Ayniqsa biznes sohasida mana hozir yaxshi maslahatlar berdingiz va o'ylaymanki, bizni tomosha qilayotgan yurtdoshlarimiz ham sizdan kerakli maslahatlarni olishdi. Rahmat. Sog' bo'linglar sizlar ham. Sizlardan ham juda ham nima deydi, yangi proyekt ekan, proyektinglar muvaffaqiyatli bo'lsin. Menga yoqdi, ko'rib chiqdim ikkita anaqasini. Juda ham chiroyli, zo'r chiqyapti. Xudo xolasa bunisi ham yaxshi chiqadi degan umiddaman. Rahmat. Rahmat. O'zlariga o'xshagan chiroyli gul. Barno opa, bu sizga loyihamiz nomidan mana shu gullardek ochilib, sochilib yuring. Rahmat. Ayollik nafosati sizda hech qachon tark etmasin. Rahmat. Rahmat katta. Ko'rsatuvimizni suratga olishda bizga yaqindan yordam bergan Mutti-Us mebellar saloniga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Bu Global O'zbek loyihasi edi. Ildizi vatanda, dovrug'i jahonda. Keyingi ko'rsatuvlarimizda ko'rishguncha omon bo'ling.